Salom do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Atirgul va gunohlar serialining yangi epizodi voqealari yanada keskin tus oladi. Ayniqsa Hayal endi sabrining eng oxirgi nuqtasiga yetadi va butun serialni o'zgartirib yuboradigan qaror qabul qiladi. Tarqalgan ma'lumotlarga ko'ra, Hayal o'z onasi Berakni politsiyaga topshirishga qaror qiladi. Uni bunga majbur qilgan sabab esa hali to'liq ochiqlanmagan katta sir bo'lishi mumkin. Shu bilan birga Hayal va Ilkem o'rtasidagi munosabatlar ham jiddiy sinovga uchraydi. Ular orasidagi keskin yuzlashuv esa eski yaralarni yana ochib yuboradi. Eng katta shok esa Berak va Jihan bilan bog'liq yashirin haqiqatlar sabab yuz berishi mumkin. Ayrim taxminlarga ko'ra, Hayal, Berak va Jihan o'rtasidagi sirli aloqani bilib qoladi. Agar bu rost bo'lsa, serialdagi barcha munosabatlar butunlay o'zgarib ketadi. Boshqa tomondan, Jihan Serhat bilan xavfli o'yinlarni davom ettirmoqda. U Serhatni ataylab g'azablantirib, uning hayotini va munosabatlarini izdan chiqarishga urinmoqda. Har bir yangi qadam esa yanada katta mojaroga sabab bo'lmoqda. Ebru ham Jihanning manipulyatsiyalaridan qochib qutula olmayapti. Jihan qayerga bormasin, ortidan muammo va tartibsizlik olib kelayotgandek ko'rinadi. Ko'rinishidan yangi epizod serialning tarixidagi eng dramatik va eng shok voqealarga boy qismlardan biri bo'lishi kutilmoqda va reytinglarda Turkiya seriallarida birinchi o'ringa chiqib olishi ham mumkin. Siz nima deb o'ylaysiz? O'z fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldirishni unutmang va iliq kanalga obuna bo'lib qo'ying va like ham bosib qo'ying. Videoni ulashing. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr do'stlar.